Biz kichkina bo'lganimizda onalarimiz abadiydek tuyuladi. Chunki ular shunchaki yonimizda, har doim. Biz ulg'ayamiz. Ba'zan shovqin bilan, ba'zan esa biroz nonoq qadamlar bilan. Qanday eplay olsak, shunday. Ammo qadam-baqadam o'zimizga aylanib boramiz. Sinovlar, qaysarlik va o'z yo'limizni izlash orqali. Shu vaqt davomida esa onalarimizning mehrlari bizni oldinga yetaklaydigan kuch bo'lib qoladi. Lekin bir kun kelib birdan anglaysan. Ichingdagi eng yaxshi fazilatlar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Bularning barchasini onalarimiz bir paytlar sabr bilan zarra-zarra qilib qalbimizga joylaganlar. Shunda yuragingdan muhim bir gap aytging keladi. Bayram bo'lgani uchun emas, balki nihoyat tushunganing uchun. Va endi butun umr davomida onalarimiz bizga bergan mehrlarning hech bo'lmasa bir qismini qaytarishni istaganimiz uchun.